Assalomu alaykum hammaga. Bugun 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan barcha ayollarni tabriklaymiz. Qizlarni Xudo xolasa bu ikkinchi filialimiz. Sizlarga yangilangan skuter narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bir boshdan gapirib o'tamiz Xurshidjon. Xudo xolasa bu ikkinchi filial, birinchi filial bilan hech qanaqa farqi yo'q. Assortiment o'sha narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Haligi o'tgan videomizda haligi tushunmay qolganlar uchun yana bir bor eslatma bo'lib ketadi. Manzilimizni aytib o'ting. Manzil Qo'qon shahar, Ganjirovo mahallasi, Mang'it metanga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. 500 kilolik samosvalimiz 652 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Motor miyasi 1500. Hop. Xudo xolasa 500 kilogacha yukni o'zi og'daradi. Garantiyalar bilan, resorlari ikkitadan ikkala tomonda prujina amortizatorlar bilan jihozlangan. Yon tomon bortlari yonboshga ochiladi. Uzuvlari ham o'ta qalin listdan qilingan. Mana ramalarni ko'rib turibsizlar, juda qalin qilib ishlangan. Balonlari, prujinalari. Silos tashishga, go'ng tashishga juda vaqtcha gapiradi bu narsa. Keyin mana o'tgan safar hali 400 kilolik deb ixcham modelda aytdik-ku, O'zmat aka. Narxini aytib ketmayapmiz. Rasa so'kishdi kametda to'g'risi. Narxi $800 buni optim narxi. 5 ta 45 lik akkumulyator o'rnatib beramiz bunga. Mana ko'rib turibsizlar, ko'k rangidan bor. O'tgan safar qorasini ko'rsatdik. Nechta rangi buni? Xil rangi bor buni. 400 kilolikda bu. Qora ko'k rangi bor. Cho'tki qilib, arqa sidinasi yotadi buni. Chiroyli qilib chiqaveramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Dastlabki pulli. Motorolda narxiga qo'yib aytilgan yo'q dastlabki. Ha, motorol narxiga qo'yib aytilgan yo'q. Kimnidir o'zini texnikasi bor, boshqasi bor, shuning uchun motorolda o'zi narxini aytilyapti. Xuddi shunday. 6 farali motorollarimiz o'tgan videomizda birinchida joylashgandi. Mana bu военный sveti. Ko'rib turibsizlar. 4 xil rangi bor buni. 4 xil rangi bor buni. Mokriy, ko'k, военный svet, qora. Motor miyasi 1800, 670 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Oldi jitkisli bo'ladi tormozi. Buni qo'shimchalari zapaskasi, Damkrat kuch, jilet, qo'llik, chexol, oldida lab o'ychasi bor kichkina. Zavodskiy. Yomg'irda kiyadigan nimchasi ham bor. Bluetooth kolonkalar bilan jihozlangan. Xudo xolasa, endi navbatdagi rasa trend bo'lgan motorolimiz. Bunga hali yoshlar tonirovka tortib haydashyapti bunga. Sambuferlar qo'yib. Xo'p, kaliti yo'q ekan. Bu 2 tonnalik deyiladi, lekin 1,5 tonna, 1 tonna 200 yuklashsa shu normalniy holat bo'ladi. Resorlari ham ikkitalik buni. Mashina rollik. Mashina rolli, salonlarni ko'ring. Poli avtomat hamma yog'i bor. Zaryadnilar ham beriladi. 500 ga 12 balonlarda. Пониженный skor. Bort uzunligi 220 bo'ladi buniki. 220 ga 130 ha? 130 ha. Yonda vakovoy bo'ladi, Damas vakovoyga o'xshash. Oldida faralari, tumankalar hamma yo'q ishlaydi, zo'r. $1350. Yana esdan chiqib qolgan ham. Qo'l kabinamiz. Hop, qo'l kabinamiz, tank balon. O'sha o'tgan videomizda aytib o'tganmiz, hamma narsalari bor, damkrat kuch, zapas balonlarigacha bor. Motori 1500, 670 amperlik akkumulyator bilan jihozlangan. Tank balon ham o'rnatib qo'yilgan. Buni narxi $1050. 3 xil rangda bor bu. Bu o'sha hozir ko'rsatgan kabinali motorolimiz $1350. Endi 1700 milliy motori. 1700 milliy motor. Bu 1 tonnaligimiz. Bort kalta, buni ko'rib turibsizlar. 180. 180 ga 130. Mana. Yangichasidan. Skorlarni ko'ryapsizmi? Yangi o'zgargan. Sidinalari ham yumshoq. Sidinalari. Chotki. Xolasa. Tomida bagajnik bor. Oldida tumankalari bor. Yo'ga qismida 1 tonnalik. 1 tonnalik. Narxi? Narxini $1400 qilib beramiz buni. Tank balon bo'lgani uchun. Miya motorlari? Miya motor nechi lekin bu hozir mana 1,5 ming ekan.
Samanlar baquvvat buni. Tank balonimiz $1100. Tank balon. Haligi 6 faralida tank balon qilingani $1100. Funksiyalari 1800. 1800. Mana Luyang eng trenddagi Luyang modelimiz. 5-6 ta qoldi. O'tgan videodan ko'rib rasa odamlar xarid qilishdi buni. Xo'p, akkumulyatori 6 ta 52 ligi $900, 52 li akkumulyator 6 ta qo'yib bersak $900, 70 li akkumulyatordan 6 ta qo'yib bersak $950 bo'ladi. Ramasi eng baquvvati mana shu bo'ladi. Ro'zmat aka. Xo'p, navbatdagi Luyang modelimiz 500 kilolik, hozirgina ukasi bo'ladi. Buni $800 qilib beramiz. 4 xil rangda mavjud. Changiga e'tibor bermaysizlar, sklatdan chiqib hali yuvilgani yo'q. Havo yomg'ir nima bo'lib turganiga hali yuvishga ulgurganimiz yo'q. Navbatdagi polka binamizni ko'rsataylik. 3 xil rangda mavjud. Ko'rib turibsizlar, bu zavodskoy bu. Torpedalarni ham ko'rsatib qo'ying. Tomlari bu zavodskoy hech qanaqa yig'ilmagan, boshqa qilinmagan. Zavodskoy shunaqa keladi bu. Torpedalari ham mana temirdan. Ko'rib turibsizlar. Taylarida mana ochiq joyi yo'q, sovuq kirmaydi ichkariga. Bu rangini ko'rsating endi. Bu 1 tonnalik bular. Bular 1 tonnalik, miya motorlari 1500. 6 ta 70 li akkumulyator qo'yib beramiz. Narxi $1100. $1100. Yana oz-moz o'tib beramiz. Yo'l kirosiga ozgina yordam qilamiz. Nimalari ham olinmagan, salafallari. 500 kilolik Luyang. 4 farali modelimiz bor. Hop. Buni tank balon 1500 miya motor, 6 ta 70 li akkumulyator. Buni nima qo'shimchalari bor? O'sha hamma qo'shimchasi bor. Bluetooth kolonka, oldi laboy, polik, damkrat, ключ, kaska. Zapas balon 512 balonlarda oldi baloni. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Pastda, mana o'rtada o'zimning raqamimni qoldiryapman. Ikkita chekkada Salimjon bilan Ramizning raqamini qoldiryapman. Xudo xolasa, telefon qilib bo'lib to'lashga ham bor bu. Mana shu yigit Salimjon mana. Ha, bo'lib to'lashga ham bor. Bo'lib to'lashga mana shu burchakda raqam qoldiryapman, o'shanga telefon qilaverasizlar. Ro'zmat akani faqat shomdan keyin bezovta qilmanglar. Akalar, mana do'konimizni, ikkinchi filial do'konimizni ichki ko'rinishi. Xudo xolasa, aksiyaga tushgan modellar haqida mana sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, kichkina skuterlarimiz hozir sezoni kelyapti. Bularda optim narxi $200 dan bez akkumulyator olib ketaversizlar, xudo xolasa. Agar telefon qilsalar, dastlabki qilib chiqaveramiz. Dastlabki pullik. Mana 1 2 3 4 5 6 mana işte 7 xil 8 xil model bor. Telegramda yozsa modellarni alohida rasmga olib ko'rsatamiz. Shularni akkumulyatorsiz $200 dan aksiya $200 dan. Hop, davom etamiz. To'lovga berishimiz mumkin. Muddatli to'lovga olishaveradi. Davom etamiz. Navbatdagi tricyklimiz mana ayollar bor, yoshi katta otaxonlarimizga juda qulay model hisoblanadi. Eng baquvvatligi mana bu temir diska bilan jihozlangan. Saka diskadan ehtiyot bo'linglar. Temir diskada jihozlangan. Bu yamaga tushganligida ham misol qayriladi, lekin sinib ketmaydi. Xudo xolasa, 3 kishi eltadi buni. Hozir mana ko'rsataman. Bu yerda ham bagaji bor. Buni surib olganimizdan keyin orqa tomonda bagaj qismi ochiladi. Arkadagi sidina mana ko'rib turibsizlar, oldinga keldi. Miya motorlari. Miya motori 600 lik bular. 4 xil rangi bor buni. Bardoviy, mana yashil, pushti rangidan bor. Malochniy, mana skromniy. Eng qiziq joyi narxi $500 bu. Ozgina o'tib beramiz, ko'p emas. Ozgina yo'l kiroyiga ozgina o'tib beramiz. Shu 4 xil rangi bor ekan. Ha, navbatdagi skuterimiz xuddi shu modelning kattasi. 2 qatorlik mana ko'rib turibsizlar. Ranglari orqasida ham bagaji bor. Bu sidinani tagida bagaj bor. Mana ochib ko'rsataman sizlarga. Katta bagajni mana bozorliklar qilib bemalol 1-200 kilo
Rasdan yuklash mumkin. Mumkin. Bozorda ichida ham bemalol yuraveradi-da bular, qiynalmay. Ro'zmat aka. Ayol qizlar, otaxonlar, onaxonlar qiynalmasdan boshqaradigan model. Ha. Xolasa. Xavfsiz muhimi. Xavfsiz. Kishi bemalol o'tiradi-da mana. Yarmiga bormadim. 30% ni egalladim-da. Mana. Bemalol mana ikkisi. Men 110 kiloman-da. Siz necha? 96 kilomi. 200 kiloni o'zi ko'tardi. Siz ham o'tiring, Ro'zmat aka 300 kilo bo'ladi. Yaxshi. Baquvvat model. Miya motorlari, 1200 bilan. akkumulyatori Akkumulyatori 5 ta egimali akkumulyator bilan jihozlangan. Narxi $650, optim narxi. Akkumulyator qo'shib beraveramiz, $650 ga qo'shiladi. Xo'p, navbatdagi modelimiz xuddi shu bitta oldingi nimani tomli varianti. Xudo xolasa mana oldinga olib chiqib ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda ham bagajnik katta. Motor miyasi 1200 lik. Hop, 6 ta 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan, Salimjon. tomli modeli. Tomli modeli. Oldida dvorniklari bor. Bemalol 3 kishi harakatlansa bo'ladi. Qo'yilmagan. Akkumulyator qo'yilmaydi bularga. Zakaz qilishlaring bilan akkumulyatorni Salimjon shunday olib, kerak bo'lsa akkumulyator ochish jarayonini ham sizlarga video qilib tashlash mumkin. Misol, yangiligiga ishonmasalaring. Xaridor bilan baraka bo'lgandan keyin shu akkumulyatordan olib, yigitlarimiz shu motorlarga qo'yib berishadi. Bu motorlarga qo'ymasligini sababi motor akkumulyatorda qo'ygandan keyin ishini faoliyatini boshlaydi-da, sho'chiga aylanishni boshlaydi. Shuning uchun qo'yilmaydi bu. Yosh kattadan gapirish va biladi. Hop, keyingi modelimizga o'tamiz. Keyingi modelimiz hop sal kattarog'i bo'ladi. Hop, motor miyasi 1200, buni ham akkumulyatori 532 lik bo'ladi. Ro'zmat aka. Orqaga kishi bemalol sig'adi. Yonida tenti ham bor. Qani, Salimjon o'tiringchi. Mana bu anchagina keng bo'ladi mana. Bemalol bog'larda maza qilib o'rtoqlar bilan Buni qulayligi atrofida tenti bor, zamoglari ochiladi ro'parasidan. Qishda issiq saqlaydi, yozda salqin saqlaydi. Barcha qulayliklari mavjud buni ham. Ataloylarni ko'rsating. Teppalari afshirga qilingan. Uyaltirmaydigan narsa. Sovg'aga ham zo'r narsa bu. Kazinkalarigacha bor ekan mana. Bagaji ham katta buni. Sidinatay bagaj bo'ladi. Diskalari temir diska, Temir diska. Kattasidan. kattasidan. Katta diskadan. Hop, navbatdagi skuterimiz Narxi necha pul buni? narxi $930 optim narxi. $930. Oxirgi narxi. Tentlari bilan. Tenti bilan. Mana bunimizning narxi Buni narxi $780 tenti bilan. $780. Tentsiz olaman deysa $750 qilib beramiz. Buni $900 tentsiz narxi. Hop, navbatdagi skuterimiz, xudo xolasa, eng zamonaviysi mana shu bo'ladi. Sovg'aga ham juda idealniy narsa. Hatto balondagi haligi bahillasimi, baxmalmi, shansi ham olinmaganda, yerga tegmagan baloni. Masla, xudo xolasa. Buni ham bu razmeri buning yonidagiga nisbatan kattaroq Sal bo'ladi. kattaroq bo'ladi. Hop. Qulayliklar- Nimasi arqa tomonlari polni temirdan ishlangan, baquvvat. Buni orqasi ham ochiladi, bagaj bo'ladi. Bagaj bo'ladi. Bagaji juda katta buni. Ochib ko'rsatamiz. Buni Li9 deydi xitoyliklar. Li9 model deydi. Mana bagaj. Tenti ham bor. Xohlasa. Zo'r model bu, yumshoq. Patologiyalarni ko'rib turibsizlar. Bluetooth kolonkalari ham bor buni. Sun'iy intellekt o'rnatilgan, qizig'i bunga. Oldi dvorni elektronli. Orqalari bekilgan. Arqalarini ham ko'rsatib yuboring. Ko'rib turibsizlar. Juda zo'r qilib ishlangan bu. Miya motorlari Miya motor. Hop, miya motori 1200 ekan. miya motorlar 1200. 1200. Narxi 532 akkumulyator bilan jihozlangan. Narxi buni
taqalgani 1030 dollar. Bo'ladigan narxini aytib olyapmiz. Haligi ortiqcha nima bo'lmasin. 1030 dollar. Mana bu tomlarimiz bor. Stakanchik degan modellarimizga, tomlarimiz modellarimizga. Xo'p, klientlarimiz bunaqa model Telegramdan tashlashadi. Bunga ham tom bormi degan savol tug'iladi-da klientlarimizda. Boshqalardan olgan bu modelni boshqalardan sotib olgan, lekin tomi yo'q, tomini topisha olmaydi. Mana biz bunga yechim topganmiz. Mana xuddi shu tentlarimiz, misol oldida dvornigi bor, tomlari bor. Umuman ichiga sovuq kirmaydi. Xuddi shuni bunga o'rnatsa bo'ladi. Bizga aloqaga chiqishsa, razmerlarni tashashsa, istalgan razmerda topib beramiz. Shunga va shunga o'xshagan boshqa modellar bor, shunga tushadi. Tushadi, ha. Xo'p, navbatdagilar 750 dollar tentisiz. Xo'p, 900 dollar tentisiz. Bunisi Li9 modelimiz 1000 dollar tentisiz. Holatdagisi. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa biz o'zimiz olib kelamiz, birinchi qo'l haligi olib sotardan olmaysizlar. Xudo xolasa garantiyalari bilan qilib beramiz. Akalar, opalar, negativlar bo'lmasin, biz misol borini ko'rsatdik. Nimalarni ham borini ko'rsatdik. Bizda yashirish yo'q, aldov yo'q. Kunlaring xayrli o'tsin. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, har safar misol yangilik bo'lsa, kanalimizga joylab boramiz. Sizlar ham ko'rib bahramand bo'lasizlar, akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.